Nimani maqtasangiz, o'sha narsangizdan ayrilasiz. Sitora Farmonova turmush o'rtog'i bilan qanday tanishgani hamda qayerda yashayotgani haqida. Aktrisa Sitora Farmonova Milliy telekanalning Ayol qalbi ko'rsatuviga bergan intervyusida shov-shuvli to'yi hamda turmush o'rtog'ini ommaga ko'rsatmasligiga sabab bo'layotgan haqida gap. Turmush o'rtog'ingizni nima sababdan ommaga ko'rsatmadingiz? Shu paytgacha turmush qurgan san'at vakilining xoh u ayol bo'lsin, xoh erkak, umr yo'ldoshini ijtimoiy tarmoqlarda nimalar deb muhokama qilishmaydi. Men turmush o'rtog'imni shunaqa hurmat qilaman, u inson meni baxtli qilyapti, meni kaftida ko'tarib yuribdi. Meni turli fisq-fasodlar, shou-biznes olami vakili bo'lishimga qaramay, o'zligimni sevib ardoqlagan insonni qayt yerlarga xafa qildirib qo'ygim kelmadi. Shuning uchun ularni ommaga ko'rsatmadim. Boshida ularga aytdim, ijtimoiy tarmoqlarga qiz bazmini qo'yaman, lekin to'yimizni qo'ymayman dedim. Ular menga xohishingiz dedilar. Nikoh to'yim Dubayda judayam chiroyli tarzda o'tkazildi. Turmush o'rtog'im 5 yoshligida ular oilaviy Dubayga ko'chib ketishgan. Asosan u yerda yashashadi. Qarindosh, aka, uka, opa-singillari ham u yoqda. Shuning uchun ham to'yimiz aynan shu shaharda o'tkazildi. To'yim xuddi o'zim xohlagandek suv bo'yida, orzuyimdagi dekoratsiyalar bilan birga bezatilgan holda o'tkazildi. Ammo kelin salom va boshqa urf-odatlarimizni o'z vatanimda o'tkazishni xohladim. Buning gashti boshqacha, deydi Sitora Farmonova. Men hali hamon oilam bilan bog'liq ma'lumotlarni oshkor etishni istamayman. Ertaga nasib etsa farzandli bo'lsam, buni ham ommadan sir tutaman. Chunki oila muqaddas va u yerdagi sirlar faqat insonning o'zigagina tegishli. Oilam ommaga hech qachon ko'rsatmayman, chunki men baxtli yashashni maqsad qilganman. Ko'z qilishni emas. Ko'z, nazar degan narsalar bor. Nima bilan maqtansangiz, o'sha narsangizdan ayrilasiz. Men oila degan muqaddas dargohga bir umr yashayman, deb qadam qo'yganman, deydi Sitora Farmonova. Videomiz yoqqaningizda like bosishni unutmang.